مەخپى ئۇرۇش. ئاپتورى روبert Spalding. 8. bab ئەقلىي مۈلۈكلەرنى ئوغرىلاش. 1. قىسىم. Xitay pən texnika bilimlərini egəlləşkə tolımı heris bo'lib, bu herislik Xitayning bütün məmləkət miqyasida davamlaşıvatqılı neçə 10 yillar bo'lib qoldi. Xitay Mavzudun davrida texnologiya egəlləşkə əhmiyyət bergan. Mavzudun Xitay Qızıl Armiyasiga imkon qadar Sovet İttifaqının texnikalarini qo'lga kirgizish haqida buyruq tushirgan. Deng Xiaoping buningga texmo ahamiyat bergan bo'lib, uning davridan boshlab Xitoy zo'r turkumdagi o'quvchilarni g'arb davlatlarida o'qib, texnika egallab kelishga avatgan. Cheklimsiz urush degan kitobdimi texnikani tizginlash temasi kitobning xeyli ko'p qismini egallaydi. Bu kitobda fan texnika bilan pul muomala nupozga ega bo'lishning asosliq qutqazg'uch kuchi deb qaralgan. Xi Jinpingning hokimiyati ostida 2025 Xitoy yasimchiligi degan nomdagi 10 yillik sanoat planining e'lon qilinishi bilan Xitoyning fan texnika qizg'inligi texmi yuqori pallaga chiqdi. Xitoy davlat ishlari mahkamasining xabarida qayd qilinishicha 2025 yildan keyinmi davomlashtirilishi planlangan mazkur projekt 2049 yilga borganda Xitoyni dunyodagi eng ilg'or yasimchilik davlatiga aylantirishni maqsad qilgan. Oxirgi chek nima uchun 2049 yil qilib bekitilgan? Chunki u chaqda Xitoy Xalq Jumhuriyatining qurilganiga dal 100 yil bo'ladi. 2015 va 2049 yillari birdek muvofiq paytlardir. Lekin Xitoy yuqori fan texnika sohasida allaqachon ravurus natijalarini qo'lga keltirib bo'ldi. Shunisi shaksizki, Xitoy dunyodagi eng ilg'or nazorat davlati bo'lib, butkul davlat miqyosida taxminan 1 milliard dona kuzatish kamerasi o'rnatilgan. Bu kameralar Xitoy xalqining har bir ish harakatini kuzatib turdi. Xitoy yana butun dunyo bo'yicha 100 tonish jihatdagi eng ilg'or sun'iy aql texnikasiga, dunyo bo'yicha sur'ati eng tez darjadan tashqari kompyuterga, eng kuchlik ovozdan favqulodda tez havo tunneliga va dunyodagi tunji shifrlangan sun'iy hamroh aloqa sistemasiga ega. Xitoy allaqachon dunyo yasimchilik sohasining boshlamchisi bo'lib, 2010 yilda bu sohada Amerikadan eshib ketgan. Shundaq turuqliq 2025 Xitoy yasimchiligi degan nomda 30 yilda dunyodagi eng ilg'or yasimchilik davlatiga aylanish shuarini ko'tarib chiqishning tegida boshqa gap borda qiladi. Mazkur proyektning yasimchilik sohasining yangilik yaratish iqtidorini kuchaytirish, fan texnika bilan sanoatni birlashtirib, sanoat asosini kuchaytirish, Xitoy markalarini barpo qilish, yeshil energiyalik yasimchilikni rivojlantirish, mulozimatni yetakchi qilgan yasimchilikni tashabbus qilish qatorliq muhim nishonlari tadqiqot bilan loyihaga markazlashgan. Yuqoridagi ikkinchi nishon, ya'ni fan texnika bilan sanoatni birlashtirish, sanoat asosini kuchaytirish, shu narsani texmi aniq ko'rsatib turibdiki, mazkur proyektning nishoni sanoat zavodlarining ahvolini yaxshilashla bo'lmasdan, balki eng ilg'or texnikalarni taraqqiy qildirishdir. Tövəndikisi taraqqiy qildirish planlangan ashu texnikalarning tizimligidir. Birinchi, yangi uchur texnikalari. Ikkinchi, raqamlik kontrol qilinadigan yuqori uch mashina qurollari va mashina odamlar. Uchinchi, olam boshlig'i uskunlari. To'rtinchi, okean qurilishi uskunlari va yuqori texnikalik parxodlar. Beshinchi, yuqori texnikalik temir yo'l qatnashi uskunlari. Altıncı, energiya tejaydigan avtomobil va yangi energiya ishlatiladigan avtomobillar. Yettinchi, elektronlik uskunlar. 8-ci, dehqonchilik mashinalari. 9-ci, birikma moddaga o'xshash yangi materiallar. 10-ci, biomeditsina va yuqori texnikalik tibbiy uskunlar. Mazkur sohalardagi loyiha va yasimchilik ishlarini tizginlash, ya'ni Xitoy uchun g'oya bo'lmasdan faqat vositadir.
Ya'ni bu faqatla Xitoyning dunyodagi cho'ng shirkatlarni tizginlab, ularni o'z changiliga kirgizish urinishining birinchi qadamidir. Bu birinchi qadam ishga oshirilib, Xitoy dunyo bozorining sarkisiga aylansa, masalan, dehqonchilik uskunalari va tibbiy uskuna sohalarida yetakchi o'ringa o'ssa, shundaqla ilg'or kemisozlik texnikalariga ega bo'lsa va buningga Xitoyning chet eldagi portlari qo'shilsa, yuqorqilarning hammasi birlashib, Xitoyning boshqa davlatlarning iqtisodini tizginlaydigan quroliga aylanadi-da, Xitoy bu orqali o'zining geopolitik kuchini voyaga yetkazib, joriy qildirib, dunyoning ko'p qism rayonlarini tizginlay oladi. Yuqorqi bayonlarimni ko'rganlar Xitoyni ilmiy fantaziyalik asarlardagi razillikda uchiga chiqqan zulmat imperiyasiga o'xshatib, aqli lol bo'lishi mumkin. Demisimi qandaq bir davlat o'zining bu shaklda hamma narsani kontrol qilishini tasavvur qila oladi. Lekin Xitoyning plani dal ashu. Xitoy hukumati o'zining mazkur planini ishga oshirish uchun texnika egilashni, adoqqiy nishonni ishga oshirishning yadrosi deb qaramoqda. Xitoy texnikaga mushu darajada ahamiyat bergashga o'z puhralarining hammasini josuslikqa salmoqda. 2017-yili 6-oyning 28 kuni davlatlik istixborot qonuni Xitoyda mutlaq ko'p sonliq ovoz bilan ma'qullandi. Mazkur qonun hukumatning xalqdan nazorat qilish huquqini ishongusiz darajada zo'raytib etgan bo'lib, hukumat puxra turmoq Xitoy zaminida tijorat qilayotgan yerlik va chet ellik shirkat organlarini qonun bo'yicha nazorat qilish huquqiga ega bo'lgan mazkur qonunda yana istixborot xodimlariga muayyan korxona yoki shaxsni jasus deb ayblash huquqi berilgan. Tövəndikisi mazkur həmming jasus qanunning bir maddasidir. 14-madda davlatlik istixborot organlari qonun bo'yicha istixborot xizmatlarini qanot yaydirganda aloqador organ, tashkilot va fuqarolardan zarur bo'lgan yordamlarni va moslashishni talab qilsa bo'ladi. Bu xil o'zgarish favqulodda muhim ahamiyatga ega. Chunki bu qonun orqali Xitoyning texnikaga erishish uchun vosita tanlamaydigan, sesiqnoma purkatgan, axloqdan so'z etish mumkin bo'lmaydigan uslubi hukumatning rasmiy e'tirofiga, shundaqla qonundan iborat yepincha va dastakka erishdi. Mazkur qonun orqali har qanday fuqaroni hukumat tasdiqlagan istixborot xizmatlariga qatnashishga majburlash huquqiga erishgan Xitoy hukumati barliq fuqarolarning dunyoning har qaysi joylaridan mayli kimdan bo'lsa bo'lsin injenerlik chertyojlari, material, aqliy mulk qatorliqlarni o'g'irlab kelishga yo'l qo'ydi. Amaliyotda shunday qilishga kuch ko'rdi. Bu chaqda Xitoy yangidan barpo qilgan ijtimoiy ishonch sistemasi qarg'i keldi. Hukumat mazkur mexanizmdan foydalanib, zarur tepilganda fuqarolarni davlatning istixborot xizmatlariga moslashishga majburladi. Agar unimasa, ijtimoiy ishonch nomeriga ta'sir yetadiganligi bilan qo'rqitdi. Shuni tasavvur qilib baqayli. Ma'lum bir Beyjinglik Xitoy chet el shirkatida xizmat qilsa, ondan davlat Xitoy uningdan o'zlari uchun savdo jasusligi qilib, shirkatning materiallarini o'g'irlashni talab qilsa va agar deganimizga ko'nmasang, balang dangliq maktablarda o'qiy olmaydi desa, agar u davlatning talabiga ma'qul desa, balasimi dangliq maktablarda o'qiy oladi, davlatmi mo'yim istixborotga erishidi. Buning ashu Beyjinglik Xitoyga nima ziyni bor? Bu aniqla Xitoy hukumati bilan Xitoy fuqarosidan iborat ikkala taraf tang manfaatlanadigan ish. Ba'zi istixborot xizmatlari qarmoqqa nisbatan ziyonsizdek ko'rinadi. Masalan, Amerika Markaziy istixborot idorasining yuzlagan tahlilchilari bor. Ammo bular James Bond'dan, ya'ni dangliq jasus obrazi, bakrak iqtisodshunos professorlarga o'xshaydi. Bu kishilar vaqalarni, iqtisodiy yuzlanishni va siyosiy shaxslarni iz qo'g'lab tadqiq qiladi. Lekin CIA'ning tahlilchilari bu ishlarni Huawei qatorliq shirkatlarning savdo maxfiyatliklarini o'g'irlab, ondan uni Amerika telefon telegraf shirkatiga
topshirib berish uchun qilmaydi. Növbətdə Xitay Kompartiyasının ochiq aşkara qonun turg'izib, yo'lliq ravishda shirkat va shaxslarni o'zlari uchun texnik o'g'irlashga selish imkoniyatiga ega bo'lganligini nazarda tutganda, bir kunlarda Xitoyda hamma odam josusga aylanib ketishi mumkin deyilsa, bu qandaqdir tasavvur kuchi chekdan eshib ketganlik bo'lmasdan aqlga muvofiq tasavvurdir. G'alati yeri 2019 yılı 3 ayının 15 günü, yani Xitay Kompartiyası özlerinin barlıq Xitay puhralarını casusluqqa selish huquqiga ega ekanligini jakarlab, bir yildan keyin Beijing doiralarining pozitsiyasi tuyuqsizla yumshashqa boshladi. Bu xil yumshashqa asosliqi Amerikaning xeyli kechikkan bo'lsa-mu, Xitoyning ko'p yillardan buyon erkin tijorat kelishimlariga rioya qilmay, erkin tijoratdan o'zini naf elib kelayotganligiga qaytirgan inkas sifatida Xitoyga qaratgan savdo bejini oshirganligi sabab bo'lgan. Bu vaqtda Xitoy Kompartiyasidagi 2-chi nomerlik huquqdor shaxs Li Keqiang bir yangi qonunni e'lon qilib, chet el shirkatlarining istixborot qonunining ziyiniga uchramasligiga kapolatlik qiladiganligini bildirgan. U mazkur yangi qonun garchi jamoatchilikka oshkorlanmagan bo'lsa-mu, lekin hukumatning qonunsiz holda chet el korxonalarining tijoratiga aralashishini, shundaqla Xitoy hukumatining chet el shirkatlarini texnika o'tkazib berishga majburlashini cheklaydi degan. Qoida bo'yicha mazkur yangi qonun chet el shirkatlarining maxfiyatliklarini o'g'irlagan va uni boshqalarga sotganlarni jazoga torta oladigan bo'lg'achqa, aqlli mülüklərnің saxtasini yasash va uni o'g'irlashning oldini ola oladi. Li Keqiang mazkur qonunni e'lon qilish orqali Xitoyning oxiri iqtisodni echivitib, adil, qonunliq ravishda tijorat qilishga bel bog'laganligini bildirmoqchi bo'lgan edi. Li Keqiang: biz oshkora tadbirlarni eg'zimizdan chiqargan ekanmiz, cho'qim deganlarimizni ijro qilamiz dedi. Lekin Li Keqiangning bu so'zlaridan mazkur qonunning ijrosigacha bo'lgan barliq ishlarga aldirab ishinib ketishga bo'lmaydi. Chunki Xitoy ilgirmo dabdabalik shuarlarni tovlab, islohot qiladiganligi haqida jar selishgan edi. Lekin Xitoyda tijorat qilgan bir amerikalik savdogarning aytganidek, Xitoydagi taftish amaldorlaridan qaysi biri Xitoy Kompartiyasining amaldorlarini jinoyati bor deb hukm chiqara oladi? Buning javobi to'limi oddiy. Xitoy haqiqiy ravishda qonun orqali idora qilinmaguncha, Xitoydagi taftish amaldorlarining bundaq qilishiga qurbi yetmaydi. Xitoy Kompartiyasining har qanday amaldorini aqlli mülk o'g'irligi yoki taqlidchilik qilgan deb hukm chiqarish uchun cho'qim Xitoy Kompartiyasining Shi Jinping, Li Keqiang qatorliq kattavashlarning ijozati bo'lishi kerak. Xitoydagi adliya tuzumi har qanday chet el korxonasining bu yerda adolatga erishish tushini ko'pikka aylantirib etadi. Ilgari Beijingda sotqa arz qilib baqqan amerikalik bir tijoratchining aytishicha, Xitoyda advokatlarning Xitoy Kompartiyasiga sadoqat bildirishi talab qilinadi. Pulni men to'laydiganman-yu, advokatning Xitoy Kompartiyasiga bo'lgan sadoqati menga bo'lgan sadoqatining oldida turadi ekan, deydi u. Xitoy Kompartiyasining texnikalarni qo'lga tushirishiga bo'lgan ishtiyoqining naqadar kuchli ekanligini ko'pchilikka tushuntirish, shundaqla Xitoyda tijorat qilayotgan chet el korxonalarining o'zining aqlli mulk, kapital va qonun huquq manfaatini qo'g'dash jihatda naqadar ojiz ekanligini isbotlash uchun mundaq bir misolni ko'pchilik bilan o'rtoqlashmoqchiman. Biz mazkur misoldan Xitoy Kompartiyasining chet el korxonalarini xonavayron qilib o'tish uchun qanday usul qo'llanadiganligini, shundaqla bu usulni qo'llanishga qanchalik tashna ekanligini ko'rib olaymiz. O'z navbatida biz bu misol orqali yana Xitoyning axloqsiz, qiliqsiz qilmishlariga qanday qarshi turish to'g'risidami belgilik tushuncha hosil qila olamiz. 8. babning davomi bor. İngilisçidən ھېكمەتيار İbrahim tərcüm qildi. Mənbə, ئۇيغۇرلار ژورنىلىنىڭ 19 sanidan ئېلىندى.